radiator hamda to'pli pollarda optim sotiladigan joy yetib keldi. Hurmatli obunachilar, bilasizlar, qish kelyapti. Qishda asosiy muammolardan bittasi bu uylarda isitish bo'ladi do'stlar. Bu ko'rib turgan radiatorlarning do'stlar uylarga ham, katta ofislarga ham, hattoki xonadonlarga ham, ishxonalarga ham bemalol qo'ysalar ham bo'laveradi do'stlar. Bular zo'r tomoni do'stlar, garantiya berishadi. Effekt tomoni bunaqa narxga bunaqa effekt beradigan topolmaysizlar deyaptilar. Xo'sh, videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsa, to'liqroq ma'lumotlar beramiz. Undan tashqari do'stlar, to'pli pollardan, mahsulotlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, usta akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optim narxlarda eng arzon joylardan, sifatli joylardan sizlar chiqarib o'tgan. Biz har doimdek Namangan yetganmiz do'stlar. O'sha mashhur Muzaffar akamizni oldiramiz do'stlar. Yana har doimdek sizlar bozor bekik holatda, ya'ni kechqurun kelib bitta syomka qilyapmiz do'stlar. Hozir manzilimizni hamda narxlarni to'liqroq ma'lumotlarni Muzaffar akamizdan birga aytib berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan rahmat aka, Do'shkur aka. Bir adashmayotgan bo'lsa 2 yil oldin video qiluvdi aka. Juda ham ko'pchilik ma'qul kelyapti aka. Haqiqatda aka bu narxga bunaqa effekt beradigan topilmaydimi aka? Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitiga bizni mahsulotlarimiz eng zo'r effekt beradigan narsalardan hisoblanadi. To'g'ri, ekonomichniy tomondan juda unaqangi ekonomichniy emas, lekin juda unaqa ko'p ham ishlatavermaydi. Bir kunga shu 15 ming, 20 ming so'm rasxod qilyapti hozirgi kunda. Hozirgi kunda limitlar bo'lgan mahal. Undan oldin 5 ming so'm, 6 ming so'm rasxod qilardi limitdan oldin. Limitdan oldin. Ha. Bu endi katta kichikligiga qarab. Katta kichikligiga qarab rasxodi salgina farq qiladi, lekin shu pulga yarasha effektni olasiz. Siz misol o'tin ko'mir qilib, uyingizni sasitib yo bir harakat qilmaysiz, to'kka suqasiz bo'ldi, tayyor. Tayyor holatda bo'ladi. Tayyor holatda bo'ladi, effekti zo'r bo'ladi. Qishda bitta maykacham bemalol o'tirsa bo'ladi bitta uyda. Demak, bitta mayka bilan bemalol chiqarsa bo'ladi. Bitta mayka bilan bemalol chiqarasiz qishda. Xo'p, eng kichkinasi aka necha kvadratdan boshlaydi? Qanchalik xonani isitib bera oladi aka? Eng kichkinamiz 50 ga 1 razmeri. Bu 50 ga 1 razmeri 12 kvadratgacha xonani bemalol qizdirib beradi. Bemalol qizdiradi. Undan keyingisi 50 ga 120 razmerimiz. Bularimiz 15 kvadratgacha xonani bemalol qizdirib beradi. Tentlar italyanskiy toza original tent qo'yamiz. Biz misol ishimizga chiroyli, garantiya bilan, sifat bilan yondashamiz. Olgan odam minnatdor bo'lib yana keyin so'rab kelishadi, sheringlarni olib kelishadi. Kelishaveradi. Juda ham zo'r. Eng zo'r tomoni do'stlar, mana bu joylarni ko'radigan bo'lsa, qo'lni kuydirmaydigandan bo'ladi do'stlar. Misol yosh bolaga bitta tushadigan bo'lsa, qo'lni kuydirmaydigan varianti bo'ladi. Qo'l ham kuymaydi, uzr gapingiz bo'ldim. Keyin shovqini yo'q buni unchalik. Shovqin ham yo'q. Tumkaliklarda, boshqa narsalarda, nerjavakalarda shovqin kuchliligi uchun rivojlanmadi ular. Biz nimaga endi misol savol tug'ilishi mumkin, ekonomichniy variantlar chiqib ketdi, sizlar nima uchun ulardan sotmayapsizlar degani. Biz uni o'rgandik, misol o'zimiz yaxshilab o'rgandik. Bu darajada effekt bermaydi. Effekt beradi, bermaydi emas, lekin bu mahsulotimizni ishlatgan odamlar u bilan solishtirganda juda ko'pchilik misol ekonomichniligini hisobiga effekti sal pasayganini aytishdi. Misol xotirjam o'tirish uchun shu mahsulotlarni yana davom ettirdik-da, biz ham ekonomichniga harakat qildik, lekin effekt jihatidan bu darajada effekt berish qiyinligi uchun buni davom ettirdik. Talab, interes bor. Misol narxiga qaramay issiqroq o'tirish xohlaganlar olib turishibdi. Olib turishibdi. Juda ham zo'r. Ya'ni do'stlar, narxga emas, asosiy bu yerga sifatga urg'u berishadi. Ya'ni ekonomichniy qilib turib, o'ta darajada past qilib turib yoki bo'lmasa bitta keyinchalik odamlar yana maza qilishlar uchun, shuning uchun shularga e'tibor berilgan. Maqsad odam o'zini oldash emas, faqat effekt xohlasa, shuni olishsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi aka narxidan boshlaydigan bo'lsak, nech pul chiqadi aka eng kichkinasi? Xo'p, narxlarimiz shu o'zgarmagan holatda 1.350 ming so'm, 50 ga 1 razmer. 1.350 ming so'm. Bu narx ichida Toshkent, Samarqand dastavkalarni qilib beramiz. Faqat shahar markazlariga biz shahar markazidan olib ketsa bo'ladi. Misol Samarqandga zakaz qilsa, Samarqand shahrigacha olib borib bersa, u yoqqa endi olib ketsa yaxshi bo'ladi. Juda ham zo'r. Bularimiz bo'ladigan bo'lsa 50 ga 120 razmerimiz 1.550 ming so'm. 1.550 ming so'm. Bular ham shu dastavkasi italyanskiy tent 1 yil garantiyasini qilib beramiz. 1 yilga garantiyasi bor. Dastavkasi bor. Xo'p, undan keyingi razmerlarimiz 50 ga 140 razmerlarimiz. Narxlarimiz 1.750 ming so'm. Bularning ham garantiyasi bor. Shu dastavkasini ham qilib beramiz. Toshkent, Samarqand, Vodiy bo'ylab shahar markazlariga olib borib beramiz. Shahar markaziga. Marg'ilon, Qo'qon, shu ketaveradi. Shahrixon, shahar markaziga faqat. Juda ham zo'r. Undan tashqarida eng kattasi necha kvadrat? Eng kattalari 2 metrlik bo'ladi razmerlari.
2 metrlik bo'ladi. Bular ham shu italyanskiy ten, narxlari 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 Ha, ming mana so'm. shu 2 metrligimiz 2 million 300 ming so'm. Mana do'stlar 2 million 1 300 yil ming so'm. kafolati bor, dastavkasi besplatniy. Buni juda ham ko'p interes kuchli bu 2 metrligimizga. Misol ko'proq bittani olsam, odamlarda fikr tug'iladi, zalimga qo'ysamchi, ko'chirsamchi, keyingi xonaga olib chiqsamchi. Bu universal. Misol zalpalda o'tirishlar bo'lib qolsa, qanaqadir yig'ilishlar bo'lsa ham bemalol ko'chirib, narigi xonaga olib chiqib, zalingizni ham sizsangiz bo'ladi. Bo'laveradi. Ha, bog'chalarga misol ruxsati bor, bog'chalarga, maktablarga xususiy olib turishibdi hozirgi kunda. Juda ham zo'r aka. Ana endi hurmatli obunachilar, sizlarga videomizni boshlatganimdek topli pol bilan shug'ullangan usta akalarimiz uchun eng arzon topli pollarni optim sotiladigan joydamiz aka undan tashqari. Ha, do'konchilar uchun foydalanganini ham beramiz o'zimiz. Ya'ni arzonroq narxlarda arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, endi aka videoda boshida aytishdan chiqib qolibdi. Biz manzilimiz qayerdamiz aka? Namangan shahar, Lola jahon bozoridamiz. Andijon Namangan trassasida, Eshovot tarafdan kelganda ikkinchi peshoboddan kiriladi. Ikkinchi peshoboddan kiriladi. Akalarimiz nomini aniqroq tushuntiradigan bo'lsak, hozir yangi bozor oldi tarafga qurildi. Birinchi 2 etajli boshlanadi, keyin 3 etaj, 4 etaj. Shu 2 etajli tugab 3 etaj boshlanishida bozorga kirish yo'li bor. Peshobod bor. Ashitdan bemalol. Ha, sobiq Lazzat oshxona ro'parasidan kiriladi peshoboddan. Kirganda ikkinchi qo'l, chap qo'lda ikkinchi do'kon. Juda ham zo'r do'stlar. Yoki bo'lmasa ekranda nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsangiz to'liqroq ma'lumotlar berishadi. Xo'p, endi aka yangilarimiz bitta aytib o'tdik. O'tgan safar yangilarimiz ham juda ham ko'pchilik ma'qul kelib yoqdi aka. Xo'p, yana nima yangilarimiz keldi aka? Narxlar qanaqa bo'lyapti? Yangiliklarimiz endi shu Greshi kabellarimizdan keldi. Trubalarni muzlamasligiga, qishga bu yog'iga. Har xil vatlilardan olib kelib qo'ydi. 16 vat, 24 vat, 30 vat. Bular trubalarni muzlashini oldini oladi. Trubalarga o'rab, misol hozirgi kunda truba tortilyapti-yu. Plastmassa trubalarga o'rab olsa bo'ladi yoki shu muzlaganlarni eritish uchun. Tashqarida qoladigan, yer tagida qoladigan trubalarimiz bo'ladigan bo'lsa, kanalizatsiya truba bo'ladimi? Qandaydir o'sha bir suv bilan aloqador joylar bo'ladigan bo'lsa, muzlamasligini oldini oladi. Bachoklar bo'ladimi, yomkislar bo'ladimi o'rab qo'ysak, bu o'zini o'zi nazorat qiladi. Bunga apparat ham hech narsa shart emas. Xohlashsa 1 metr kesib, shu yerga kelishsa 1 metr kesib, bitta vilka o'rnatib, shu to'ka suqib qo'ysa, muzlarni eritadi. Ha, demak bunga boshi bor, oxiri bor degan narsa. narsa. Yo'q, unaqa narsa kerak emas. Mana bu yoqqa yoqib qo'yganmiz obrazes. Mana do'stlar, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, ushlab. Hozir yo'q. Issiqlikni qaranglar. Hozir adashmasam 2 minutdan bo'lgan yo'q do'stlar. 50 gradus atrofida. Hozirgi kundagi issiqlik mana shu. Chotki, mazza, zo'r narsaga, ammo haqiqatda uyurib va boshi bilan primoy, mana 220 ga shu holatda ulab qo'yganmiz, rozetkaga suqib qo'yganmiz, bo'ldi. Mana do'stlar. Hozir endi bu nima deydi? Ko'rgazma uchun. Ko'rgazma uchun 1 metr yo'q qo'yilgan. Mashinada holatda olib turib, u tomonimi, bu tomondan aqlab. Bemalol bezopasniy. Bu yonib ketadi, unaqa narsa bo'lmaydi. Qo'lda to'kuradi, boshqa narsa. Yo'q, mana ushlab turibman mana. Nima to'kurgan yo'q? Hech qayerda to'kurmaydi. Trubaga shuni aylantirib o'rab qo'yishadi shu holatda yoki primoymi farqi yo'q. Turaveradi. Nimadir ishlari bo'lsa, shu eritib beradi muzli holatda. Xo'p, bu necha puldan boshlanadi aka? Xo'p, bularimiz narxi 18 ming so'm metri. Eng premiumi, yaxshisi, ha. Undan arzonlab ketaveradi. Bizda 3-4 xil pokoleniyasi bor. Bu do'konchilar uchun ham foydalanishga beritganmiz bundan. Ha, yana ham xudo xolasa kelishini yana qilib beramiz. Ha, do'konchilar uchun kelishtirib beramiz. Donaga biz oxirgi narxlarda shu aytamiz, sotamiz shu narxlarga. Zo'r aka. Xo'p, yana qanaqa yangilanishlar keldi? Narxlar necha puldan bo'lyapti aka? Bitta tashkil. Yangiliklarimiz, hop, bu shu setkalarimiz bor. Yana hammom uchun. Ha, hammomimiz uchun mana bu yoqdan olaylik. Mana do'stlar. Yangi hozir masla salafandan ochib ko'rsatiladi. Tayyor holatda to'qirilmaydi, shunday qo'yiladi, kafilni bosib ketaveradi aka. Aha, shunaqa. Garant talonlari bor. Zo'r akalar, qarang, sizlar uchun bir yo'li yangi ochib berilyapti. Xo'p. Bularimiz qo'llanmalari bor bunda. Bu yoq kelishsa o'zimiz apparatga ulab ham beramiz, besplatniy, u muammo emas. Qanday holatda ishlashlari, qanday tartibda bo'lishlari. Ya'ni mana shunday holatda. Yangiligimiz shu setkalilarimiz kilaylik bo'lib keldi, yerga yopishadigan. Oldin bunaqa emas edi. Juda ham zo'r usta akalarimizga juda yopishtirib qo'yishaveradi. Ha, buni qanaqa qotiraman degan savollar ko'p bo'lardi. Shu savollarga javoban shu yangilik qildirdi. Zo'r bo'libdi aka. O'zi menimcha o'zi ham bilinyapti. Bu qaranglar do'stlar. To'g'ri, mana zo'rg'a chiqyapti. Do'stlar, primer. Shuni olasizlar, qaranglar, masalan, yerga shuni qo'yasizlar, tepasini shunday kafetlar urib ketasizlar, bo'ldi. Yopishdi, ha, tayyor. Mana bu yerda o'zi ulanadigan joylar bor, shuni ulab qo'yishib bo'ldi.
Yo'q, Hech mana qanaqa sim muammolar bor. bo'lmaydi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Rozetkasi ham bor. Mana shunday holatda bemalol ulab qo'ysalar ham bo'laveradi. Bu nechi puldan boshlanadi aka? Bu ham metrmi yo kvadrat metriga Bu qarab? kvadrat metr bo'ladi. 1 kvadrat metri hozirgi kunda 150 ming so'm. 150 ming so'm. 150 ming so'm 1 kvadrat metri. Juda ham zo'r. Mana qaranglar. Sifati zo'r, garantiyalari bor. Apparat bu yoqqa apparat ulanadi. Hozirgi kunda bularimizga shu apparatlarimizni tavsiya beramiz. Yaxshi, juda sifatli chiqqan. Xonalarni gradusini ko'rsatadi. Ha, o'zim ham uyimda shundan foydalanaman shu apparatdan. Mana shundan Ya shu foydalanaman. setkalikdan qo'yganman o'zim uyimga, hamma uyimga. Juda ham zo'r do'stlar. Effekti juda ham zo'r. Haqiqatda yozgi kunlarda ham bir yarim soatga yoqib qo'ysa, uyi hidlanishlarini ham oldini oladi. Hammomda hidlanish bo'ladi, kafellarda. Ha, bemalol oldini oladi. Bemalol oldini oladi. Hidlanish bo'lmaydi. Quruq xuddi quyoshda qanaqa narsa bo'ladi? Narsani hidi ko'tarilib yo'q bo'ladi-yu, shuni singari Foydalansa ham foydalansa bo'ladi. Buni eng yana plus taraflari juda ham ko'pligi 2 kvadratli hammomingiz. Ha, misol deylik, 2 kvadratli hammomingiz bor. Bundan ozon tushmaydi-da. eng arzon eng arzoni shu, xudo xolasa. Zo'r aka. 300 ming so'm bo'ladi 2 kvadrat. 2 kvadrat metr 300 ming so'm bo'ladi. Plus bunaqa apparatlarni bitta olsalar, ishlar bitib ketadi. Juda ham zo'r do'stlar, xudo xolasa. Bu apparatlarimizning eng arzoni, bularimiz 100 ming so'mdan boshlanadi. Bularimiz 100 ming so'm, bularimiz 180 ming so'm hozirgi kundagi eng qo'lga kelgan yaxshisi. Hamyon bor, bor, 180 ming, ha, bular 180 ming. Sifati zo'r, hammasi bor, xudo xohlasa. Ketaveradi. Ha, ketaveradi. Bularimiz aka, bu to'kliklarimiz necha puldan boshlanadi? Buni ko'proq Bularimizni 16 ming so'mdan beribdi. Ingichka o'sha u yaxshisi, bu ham 20 vatlik, eng hadovoy O'zbekistonda yaxshi sotiladigan 1 metri 16 ming so'm, koreyskiy bular. Koreyskiy. Ha, hop, bularni qalinroq varianti bor. Biz o'zimiz misol ko'plab talablarga binoan qalinroq variantidan olib kelganmiz ustalarimiz uchun. 25 vatli bu. Vati kuchliroq, lekin qizdirishi zo'r. Bularimizni metri 19 ming so'm. Hech qancha razniya qilmaydi. Yo'q, hech qancha razniya qilmaydi. Misol 19 ming so'mdan buni 22 metr bo'ladi 2 kvadrati. 19 ming so'mdan ko'paytiradigan bo'lsak, Eng arzon usulda eng anaqalar. eng arzon usulda uyingizni isitish, hammomingizni isitish 418 ming so'm. Misol deylik, shu apparatimizdan qo'yadigan bo'lsak 100 ming so'm. 518 ming so'mga 2,5 kvadrat, 3 kvadratgacha joyga qo'ysa bo'ladi. 2,5 kvadrat, 22 metrli joyimiz bo'ladi, bemalol bo'ladi. Biz bu yoqda ulab beramiz. O'zlari borib uyga terib olishsa bo'ldi. Shuni yotqizib qo'ysa Shu yotqizib qo'ysa bo'ldi. Juda ham zo'r. Ha, bu yoqda koreyskiy variantlarimiz bor. 1 kvadrat metri 200 ming so'mdan. Ya'ni hammomniki. Hammom uchun bular ham sifatli, zo'r, doimiy o'zimiz ishlab keladigan zavod. Ha, bularniki misol 2 kvadrati 400 ming so'm. Bitta apparat olishsa 500 ming so'mga 2 kvadrat bo'ldi. Bemalol bitta hammom. Bemalol bo'ladi. 3 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'm bo'ladi komplekt. Komplekt holat. Ha, shu apparatimizdan arzondan bo'ladigan bo'lsa. Ha, bu yoq xohlasa Wi-Fi'lilari bor. Yana boshqacha turdinglar. Boshqacha turlari bor. Ha, ketaveradi. Bu yoqqa abrazatsiya ham yoqib qo'yganmiz, ko'rsangiz mumkin. O'zingiz ushlab ko'ring. Deydi bo'lsa, qo'lda kuydiradigan darajada ekan. Qaranglar. Juda ham zo'r do'stlar. Oldin mana shunday holatlarda tortilgan bo'lsa, do'stlar, hammomlar, kafelarga mana shunday holatda bo'lgan bo'lsa, endi zamonaviy o'zi tayyor holatda, mana shunday holatda bemalol tortsalar ham bo'laveradi do'stlar. Bu yerda assortiment uchun har xillarni terib qo'yishgan do'stlar. Kelaverasida optimga, donaga olib sotish uchun deysizlar, xohlaganlarni xudo xolasa chiroyli narxlarda kelishini holatda qilib berishadi aka. Ha, bularni tushuntiradigan bo'lsak, bular primoy kafel qo'yishadi. Buni shu solishadi, kafel bosishadi. Ha, bularimizga 2 santimetrli beton qo'yish kerak. Ha, beton qo'yib chiqish kerak. Beton qo'yib chiqish kerak, shunaqa. Keyin kafelmi boshqa narsalarni xuddi shunaqa. Effekti xudo xohlasa zo'r, uyaltirib qo'ymaydi. Biz birinchi yillik emas, misol o'zingiz ham bilasiz, internetda qancha yildan beri misol savdo qiladigan bo'lsak, shu paytgacha bir negativ holatlar, bir bunaqa narsalar bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz, xudo xohlasa. Ya'ni shuncha yildan beri reklama qilgan bo'lsa, hamma rahmat deya adashmayotgan bo'lsa, 2 yil yo 3-yil ketyapti. Siz bilan ishlaganmiz. Biz bilan, ya'ni men o'zim kelib video qilaman, lekin akamiz adashmayotgan bo'lsa 5 yil oldin internetda ko'rishdi. 5 yil oldin beri internetdamiz, xudo xohlasa zo'r. Gilamlarning ostiga bularimiz ham bor, doimiy bular o'zi klientlarimiz juda yaxshi bilishadi. Xo'p, bular necha puldan necha pulga chiqadi? Xo'p, bularni 1 kvadrat metri 40 ming so'm. O'sha bir taraflamasida o'q yaxshisi. Bularimiz ikki taraflamasida 35 ming so'm. Xo'p, bu yangiliklarimiz kelgan qizil variantlari Smart deydi. Bular 50 ming so'm, bunisi 45 ming so'm.
45 ming so'm. Ha, hammasi bor. Buni ham do'konchilar uchun foydalanishga beramiz. Juda ham zo'r. Xudo xolasa aloqaga Aloqaga chiqishaveramiz. chiqishaveradi, Chiroyli Xudo qilib, kechiring, Alloh taqdirisi aka. Salomat Katta bo'ling. rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat aka. Kelib turinglar.